Tushda robot ko'rishning ta'birlari. Tushda robot ko'rish bu odatda insonning hayotida tartib, mexanizmlar, alomatlashtirish va hissiy jihatdan masofalanish bilan bog'lanadi. Agar robot sado bilan so'zlab tursa, bu yangi texnologiyalar yoki bilim olish imkoniyatlariga ishora. Agar robot mexanik harakat qilayotgan bo'lsa, bu qat'iy reja va harakatlar orqali maqsadga erishish ramzi. Agar tushda xavfli yoki qo'rqinchli robot ko'rilsa, bu nazoratsizlik, kimdir yoki bir holat sizning hayotingizni nazorat qilyapti degani. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.